Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Tailand Phuket orolida ko'rishib turganimdan xursandman. Hozir qish fasli, yanvar oyidamiz. Bunaqa vaqtda qaysi tur agentligi yoki qaysi tur operatorining oldiga boradigan bo'lsangiz, sizlarga issiq davlatlarni taklif qilishadi. Misol uchun Vietnam bo'ladimi, Shri Lanka bo'ladimi, Tailand bo'ladimi? Bizga ham shunaqa takliflar bo'lganida, biz Tailand Phuket orolini tanladik. Do'stlarimiz bilan hozir shu joyga keldik. Kelganimizga 2 kun bo'ldi. 2 kun ichida shu orolni aynan hozir yashayotgan joyimiz Phuket oroli bo'lgani bilan, lekin biz Patong degan hududidamiz. Shu Patong hududini oshxonalarini, savdo markazlarini, yaxshilarini o'rganib chiqdim. Endi bundan keyingi videolarimda qo'yib boraman. 2 kun bo'ladi biz yurganimiz. Endi bu yog'iga Phuket oroliga yaqin bo'lgan juda ham ko'p orollar bor, juda ham chiroyli. Har kuni qolgan necha kunimiz qolgan bo'lsa, har kuniga turlarni biz gaplashdik. Orollarga boramiz. Eng chiroyli mashhur orollarda bo'lamiz. Ularni ham keyingi videolarimda qo'yib ko'rsatib beraman. Hozir biz mehmonxonaga boramiz. Mehmonxonadagi sharoitlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Keyin bu yog'ini mehmonxonada gaplashib olamiz, nima qilishni. Shu mehmonxonada yashayapmiz. Asosiy binosi shu ekan. Mana shu pastda qabul bo'limlari shu yoqda. Ikkita bino, asosiy bino bu bo'ladigan bo'lsa, biz bu yoqda binoda yashayapmiz. Sizlarga ko'rsataman. Sleep with me 4 yulduzli mehmonxona. Tailandga butun dunyodan turistlar kelishadi. Har xil millatlar. Shuning uchun ham Tailandda hamma millatlarga sharoitlar qilib qo'yilgan, qulayliklar qilib qo'yilgan. Hozir bittasini ko'rsataman. Shu mehmonxona bo'ladigan bo'lsa, biz ham mehmonxona mana ko'rasizlar. Namoz o'qish uchun ham alohida xonalar qilib qo'yilgan. Mehmonxonaning ichida mana. Devam. 412-xona. Eshikni ochamiz. Shu kartasini bitga solib qo'ysa, chiroqlarimiz yonadi. Mana xonamiz. Bu xona 2 kishi uchun mo'ljallangan. Ikkita katta kravatlari mana. Top-toza shinam xona ekan. Menga yoqdi. To'g'rida ko'rayotgan bo'lsangiz, monitor, to'g'ri internetga ulangan, xohlagan narsalarni ko'rib yotishingiz mumkin. Xo'p, pastda qabul bo'limiga to'g'ri mana gaplashishingiz uchun telefon. Bu yoq tarafidan ham ko'rsatay. Tepada konditsioner, xonani zo'r muzlatar ekan, ishlatib ko'rdim. Bu yoqlarda nima ko'rishimiz mumkin? Pastda ko'rayotgan bo'lsangiz, kichkinagina mini bar, xolodilnik. Suv davlat bu xolodilnik bo'lmaydi. Narsalarni solib qo'yasizlar. Ichimlik bo'ladimi, nima bo'lsa ham. Xo'p, tosh oyna. Bu yerda mana 2 kishi uchun krujkalar, har xil kofe, shakar, ikkita suv, tifal. Choy damlab ichsanglar bo'ladi, xohlasanglar kofe, farqi yo'q. Ko'rayotgan bo'lsanglar, veshilka. Pastda seyf.
pullarni solib qo'yishingiz uchun, pastda shu xonani o'zida kiyib yurishingiz uchun mana 2 kishi uchun oyoq kiyimlar. Bu o'zimizni patir, gulzor patir olganmiz, chunki bu yoqda bunaqa non yo'q. Endi hammomga kiramiz. Hammomni ham bitta ko'rsatib beraman sizlarga. Chap tarafda dush, to'g'rimizda yuz qo'lni yuvish uchun umvalnik. Bu yerda mana gellar, shampun. Bu yoqda unitaz. 2 kishi uchun. Sochuvlar har xil, kichkina, katta. Yaxshi, top-toza ichlari. Menga yoqdi. Endi bitta shu eshikni ochib, bu yerdan nima manzara ko'rishimiz mumkin? Ko'ramiz. To'g'rida turgan binolar Phuket orolidagi savdo markazlari bo'ladi hammasi. Kech paytdan rosa chiroyli bo'lsa kerak, bu yoqlar chiroqlari yonib, mana pastlarida basseynlar, hamma yoqda to'g'rida tog'lar. Endi bizning orqa tarafimizda dengiz ko'rinadi, bizniki shu savdo markaziga ko'rinadigan tarafga tushgan. Bizning xonamiz mana shunaqa. Xo'p, bu yoqda 2 kishi gaplashib, toza havoga chiqib gaplashib o'tirishi uchun ikkita stulchalar. Xonaga kiramiz, qaytib shu mehmonxonaning 2-qavatida trenajyorniy zali joylashgan ekan. Birgalikda kelinglar ko'rib chiqamiz. Ochdik eshigini. Trenajyorniy zal. Endi juda ham bir katta zal emas. Lekin hamma jihozlari bor ekan ichida. Begovoy doroshka deysizlar, mana ikkitalab qo'yib qo'yishibdi. Toshlar, gantellar. Kichkinasidan boshlab kattasigacha bor. Yotib ko'tarish uchun mana jihozi ham bor ekan. Bunaqasiga ham ko'rsataman. Mana oyna yoqda. Bo'ladi. Yengil mashq qilish uchun bo'ladi. Bu mehmonxonaning basseyni tomda joylashgan ekan. Qaranglar. Pastda basseyn yo'q, tomda basseyn. Kichikroq bo'lsa ham, lekin tomdagi basseyn ham qiziq ekan. Qanaqa? Manzara shundoq ko'rib, nazar cho'milsa bo'lar ekan bu yoqda. Mana basseyni. Chetlarini oynadan qilib qo'yishgan, to'siq qilib. Tushib ketmaylar deb. Xo'p. Basseynda haliga ayrim masaj alohida mana qilib qo'yilgan ekan. Masaj olish uchun. Ikkinchisi bu yoqda. Bu yerda yosh bolachalarga chuqurmas joyi bu yoq. Lijaklarni qo'yib qo'ygan, yotib o'sha yerda cho'milish uchun. Mana yosh bolachalarga chuqur emas, endi ani odamlar cho'milayotgan joy chuqur. Tomda bar bor. Suv sotib olishingiz mumkin. Mana o'tirib gaplashib o'tirishga ham joy. Tepa zo'r ekan tomda. Shabada bo'lib turadigan joy ekan. Dushi to'g'rimizda. Endi sizlarga pastlarni ko'rsataman hozir. Bizi Phukketda eng a'lo yuragida desa ham bo'ladi, o'sha joydamiz hozir. To'g'rida ko'rayotgansiz o'sha yerda Andaman dengizi Patong plaji o'sha joyda joylashgan. Bizdan bitta ko'cha oldinda, u ko'cha mana shu mehmonxonalar hammasi o'sha dengizga yaqin. Biz endi sal uzoqroqdamiz, bitta ko'cha uzoqroqda. Dengizga borishimiz uchun ko'p yurmaymiz. Bitta ko'chani o'tsak bo'ldi, yo'q dengiz. Lekin mana qaranglar,
Pastda ikkita katta savdo markazi bor. Mana ko'rasan, bitta kattasi bo'lsa Jang Selong degan savdo markazi. Bu yoqda mana Central yana bitta savdo markazi. Ikkalovi yo'lni bu yoq bittasi, bu yoq bittasi turibdi. Yonma-yon ikkita savdo markazi. Mana past. O'sha yerdan bizning mehmonxonaga kiradigan yo'liga. To'g'rida Patong Tower bo'ladi. Bu tarafdan ham ko'rsataman. Bu taraf. Bu yoqda hammasi mehmonxonalar, shu Balani ham mehmonxona, Amata mana mehmonxonasi. Yaxshi joyda joylashgan ekan mehmonxona. Menga yoqdi mehmonxona. Ertalab ham oshxonasiga tushamiz. Nima ovqatlar bor, buni ham ko'rib chiqamiz. Hozir mehmonxonadagi nima bor, nima yo'q birgalikda ko'rishni davom ettiramiz. Endi bu ko'p mehmonxonalarda yo'q-da bunaqa narsa. O'shaning uchun sizlarga ko'rsatib beryapman. Mana bilyard xonasi ham bor. O'tirib mana do'stlar bilan o'tirib maza qilib bilyard o'ynasa bo'lar ekan. Pastga tushadigan bo'lsak, pastga tushdik. Mana ikkita eshik. Birinchisi, ikkinchisi. Bu sauna bu. Bu ayollarning saunasi. Chap tarafdagi erkaklarning saunasi. Alohida qilib qo'yilgan saunalar. Ayollarnikiga kirmaymiz, mana ko'rsataman. Erkaklarniki. Saunasi. Bu yerda dush, haligi muvallik hammasi shu yerda bor. Bu yerda ikkita dush ekan, bu yoqda ikkita. Har xil mana shkaflari bor, kiyimlaringni solib qo'yishingiz. Bu yoqda esa ayollarniki. Hozircha shular. Ertalab biz oshxonaga tushamiz. Oshxonada nima ovqatlari bor, ko'rib chiqamiz. Keyin ko'chani aylanamiz, chiqib do'stlar. Ko'rishamiz. Subway with me. Ichkariga kiramiz. Qani nima ovqatlar bor ekan, ko'rib chiqamiz. Bu joydan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, mevali ekan, ham tarvuz bo'lsa kerak. Bunisi drakon mevasi. Yogurtlar, ikki xil qaynatilgan sut, cornflakesni qo'shish uchun sutga. Ham shirinliklar, yong'oqlar. Bu yoqda nima bor ekan? Asal. Mana sariyog' nonga surib yeyish uchun shirinliklar. Bu yoqda ham non mahsulotlari har xil. Xolasanglar toster qilib turib yesanglar ham bo'lar ekan. Bu yoqda nima ekan? Kasha. Guruch. Bu tovuq qaynatilgan. Bu ham shu tovuqli. Tovuqdan nima qanaqadir ovqat ekan bu. Tushunmadim. Pizza bo'lib qo'yishgan. Mana talerkaga olib
solib, bemalol işte xohlagan joyingizda o'tirib yesanglar bo'laveradi. Makaron. Topdingmi o'zingga bu narsa? Mana sosiska, kalbasa, tuxumli non. Olasizmi mana shularni ko'r. Yesa bo'ladi o'shalarni. Fasol. Qaynatilgan pomidor. Mana nima ekan bu? Sholg'om bo'lsa kerak bunisi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, salatlar bu yoqda. Bay, piyoz, bodring, kalbasalar. Mana yana salat. Bu yoqda drinking water, suv, sok. Bu yerda xohlasanglar mana kofe, choylar damlab berishar ekan bu yoqda. Bu yoqda nima ekan? Mana qovurilgan tuxum va shu yerda omlet tayyorlab berishadi. Hozir shuni etsu. Savadikap. Bize omlet tayyorlab beradilar. Omlet tayyor. Shu yerda joylashamiz. Shu yerda o'tirib ertalabki nonushtalarni qilib olib, keyin ko'chalarni aylanamiz, davom ettiramiz. Do'stlar, xonadan chiqib ko'chani pas aylanamiz. Hozir men oldimda dollar bor. Shu dollarni biz Tayland batiga almashtirib olishimiz kerak. Ko'chada juda ham ko'p Tayland batiga dollar almashtiradigan o'sha shoxobchalari. Shularning bittasini topamiz, ko'ramiz. 100 dollar necha bat bo'lishligini. Ketdik. Do'stlar, pulimizni, dollarimizni Tayland batiga mana almashtiradigan joyi topdik. Qisqasi, qancha yirik pul bo'lsa, shuncha qimmatroq olar ekan. Qancha mayda bo'lsa, pastroq olar ekan. 1 dollarliklar demak 30.85 ekan. Endi o'shaning 100i 3085 bat bo'ladi. Hozir bersa sizlarga pulni ham ko'rsataman. O'zi haligi biz aeroportdan qo'nishimiz bilan Phuket aeroportining ichida ham mana shunga o'xshagan pullarni almashtiradigan shoxobcha bor. Shu kirgan paytimizda 28 edi. 1 dollarlik 28 bat edi. Lekin bu yoqda mana 30 dan baland 30.85 ekan. Shuning uchun aeroportda zaril bo'lsa almashtiringlar 10% kamayapti ular. Zaril bo'lmasa shahar ichiga kirganingizda shunday ko'chalarda almashtirsangiz bo'laveradi. Mana olib kel qani, pulni berib turgan, ko'rsating. Ha. Ke.
Mana 3085 ko'rdinglarmi? Yaxshi ko'rinyapti. Qolsa ham bu yoqqa 3085. Mana ushlab tur. Chekini olib tur. Mana shu 1000 batlidan 3 ta berdi. Mana ham 20 4 ta beradi. 4 ta 20 batdan berdi. 4 ta keyin tanga berdi bizga. Bo'ldi. Xo'p do'stlar. Bitta ma'lumotni bu yerda o'qidim. Tailand batini yirtish mumkin emas. Yoki bu ustiga yozish mumkin emas, yerga tushib ketsa bosish mumkin emas. Umuman Tailand puliga hurmat qilishimiz kerak ekan. Tailand pulini sababi bu kupyuralarda ko'rayotgan bo'lsanglar, Tailand qiroli Rama 10-ni surati tushirilgan. Deyarli hamma kupyuralarda. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Jazosi juda ham og'ir. Hamma bu narsani biladi. Mabodoga pulga yozganinglarni u kim ko'rib qolsa, shundoq suratga olishadi, kerakli joyga jo'natib olishadi. Shunaqa gaplar. Endi bu pullarni qadrini bilgani do'konda topamiz, o'sha do'konga kirib narx-navolarni ko'rib chiqamiz. Shu sentral savdo markazida qaranglar, shunaqa narsa bor. Ko'rasam kichkina kola, 4 ta donasi 180 millilitrligi, 4 tasi 45 bat. Ko'rasizlar? Endi mana bu yerda 8 taligi turibdi, 8 ta. Xuddi shu 8 ta 84 bat. Mana qancha ko'proq olsanglar, shuncha narxi past bo'laveradi. Bitta dona olsanglar, masalan, bitta donasi qimmatroq chiqaveradi. Shunaqa mana bittalik narxi 12. 12 ko'rasizlarmi? 4 tasi 45, 8 tasi 84. Ikkita olsanglar boshqa narx, 3 ta olsanglar boshqa narx. Qancha ko'p olgan saringlar narxi ham tushib boraveradi. Shunaqa ekan. Biz ham har safar keso iloji boricha mana shu blokda olamiz. Kola bo'ladimi, Fanta bo'ladimi? Nima mahsulot olsak ko'proqni olamiz. Atidan mana bular ham ko'p qo'yishgan. Ol mana bitta blokini xohlasang deb. Ko'rdinglarmi? Xohlasang mana bu yerda donaligini ol. Bu qimmat bo'lsa kerakdir-da donali. Yo'q, unaqa emas. Ko'chada mana shu ko'chalarda ham xuddi shular kolalari xuddi shu narxdan turibdi ko'chalarda ham. Ko'chada xuddi shunaqa. Imminda shu molga kelsanglar, savdo markazida unaqa emas. Ko'proq olsanglar arzonlashib boraveradi. Shunaqa. Do'stlar, endi Tailand iqlimi, havosi haqida sizlarga ozgina ma'lumotlarni aytib o'taman. Shu ma'lumotlarni endi o'qib chiqdim. Xo'p, Tailand tropik iqlimga ega. Yil davomida havo issiq va nam bo'ladi. Asosan 3 ta fasl bor ekan. Birinchi fasl issiq fasl ekan. Martdan may oyigacha bo'ladi. Harorat 30 dan 40 gacha bo'lar ekan. Eng issiq oylari aprel va may. Paytda yemaydi. Juda ham issiq. Namlik yuqori, quyosh kuchli bo'ladi deyapti. Ikkinchi fasli yomg'irli fasl. Iyun oyidan oktyabr oyigacha yomg'ir tez yog'ar ekan, shamol bo'lar ekan, kuchli shamollar. Deyarli sizlar dengizda bunaqa oilada borsanglar cho'mila olmas ekansizlar. Sababi dengiz notinch bo'ladi. Dengiz har doim to'lqin bo'lib turadi, u cho'miltirgani qo'ymaydi. U o'zi cho'milishga ham o'tda sizlarga ruxsat ham bermaydi dengizda. Bu oilada ham kelmanglar. Uchinchi fasl salqin fasl ekan. Fasli noyabr, fevral oylari. Eng qulay va yoqimli davr aynan noyabr, fevral oyi deb endi mana internetda ma'lumotlarni o'qib sizlarga aytib beryapman. Harorat 20-30 gradus bo'lar ekan. Namlik pastroq,
yomg'ir kam deyapti. Yomg'ir deyarli bo'lmas ekan. Sayohat uchun eng yaxshi mavsum aynan shu salqin fasl ekan. Endi menga bu yoqqa ko'p kelib yurgan odamlar, bu Phuket orolini yaxshi biladigan odamlar tavsiyasi yanvar va fevral oylari. Shu oylarda borgin dedi. Qolgan oylarda, misol uchun dekabr oyida ham yomg'ir yog'ib turadi tez-tezda. Shuning uchun biz ham yanvarda mana keldik. Bitta faqat yanvar oyi, fevral oyi juda ham baland mavsum hisoblanadi. Bu mavsumda narx-navo juda baland bo'ladi. Shu faqat farqi. Narx-navo baland bo'ladi. Lekin yanvar oyida men kelganimdan beri bironta yomg'irni ko'rmadim. Kech payti borganda salqinroq bo'lyapti, lekin kunduzi issiq bo'lyapti. Havo qulaydi, zo'r. Agar sizlarga kelmoqchi bo'lsanglar, Nobodoga yanvar yoki fevralda kelinglar. Boshqa oylarda kelib yurmanglar. Chunki yozda kelsanglar ham juda ham issiq bo'ladi, ham yomg'ir yog'adi, hech kim bo'lmaydi. Faqat yanvar, fevral oylari kelinglar bu yoqqa. Tamom. Endi narx-navo nimaga balandlashib ketadi? Sababi Yevropaga sovuq tushadi bu oylarda. Qattiq sovuq bo'ladi. O'sha oyda sovuqdan qochib issiq joyga keladigan turistlar juda ham ko'payib ketadi. Shu hisobiga narxlar ham balandlashib ketadi. Mehmonxonalarning narxi baland juda ham. Endi biron bir qanaqadir do'konlarga mana shunga o'xshagan do'konlarga kirib nimadir olaman desanglar ham bo'la ham baland bo'ladi narxi. Shunaqa. Lekin havo zo'r bo'ladi, maza qilib ketasizlar. Agar bu Tailand xalqi, shu mahalliy xalqi haqida gapiradigan bo'lsam, juda ham yaxshi odamlari, qanaqadir yuvosh, juda ham kulib turadi. Olay ish yo'q, unaqa narsalar. Xuddi o'zingiz uyingizda yurgandek yuraverasiz. Hech kim siz bilan ishi yo'q, sizda hech kim bilan ishingiz yo'q. Shunaqa davlat. Kelmoqchi bo'lganlar bemalol kelaveringlar, hammasi zo'r. O'g'ri degan narsani men ko'rmadim bu yoqda. Chunki ko'rgan odamlaringiz asosan turistlar bo'ladi-da, turistlar. Ko'chada qatga qaramang, bular hammasi turistlar. Hammasi shular turistlar yurganlar. Shunaqa do'stlar. Shu joyda bizning mehmonxonamiz bo'lsa, mana ko'rasizlar. Mana tur operator o'tiribdi bu yerda. Mana shu operatordan biz 3 ta joyga tur sotib oldik. Hozirga o'shalarni birma-bir ko'rsatib beraman. James Bondga biz tur sotib oldik. James Bondga Pipi oroliga sotib oldi. James Bond oroliga, keyin Pipi oroliga sotib oldi. Keyin mana Similan oroliga sotib oldi. 3 ta turlarni biz oldik. Hozir yana sizlarga ko'rsataman. Mana James Bond oroli. Bunisi Pipi oroli. Hop, Similan mana shu 3 ta turni sotib oldik. 3 ta tur. Narxlari qiziq bo'lsa, agar sizlarga izohlarda yozinglar, javob beraman do'stlar. 3 tasini shulardan sotib oldik. Mehmonxonada ham, mehmonxonada o'zi hamma mehmonxonani birinchi qavatida shunga o'xshagan tur operatori, tur agentlari o'tirishadi. Ularniki ham xuddi shuni o'zi bo'ladi. Bir xil bo'ladi ikkalovi ham. Endi nima desa bo'ladi? Ularda ozgina qimmatroq, sababi ular mehmonxonani ichidan shu joy olib, shu ijara puli qimmatroq. Shuni hisobiga o'tda ozgina qimmat, lekin mana ko'chalardan olsanglar ham bo'ladi. Biz ko'chadan sotib oldik. Ancha arzon o'tda. Chunki mehmonxonadan olishga shoshmanglar, ko'chalarni ham bitta aylanib chiqinglar.
asosiysi mana ko'ryapsizlar, mana tagida tur kompaniyasining nomi turibdi. Sea Star. Ko'ryapsizlar, bizlarnikini hammasi Sea Star. Hammasi Sea Star. Shu mehmonxonani birinchi qavatida o'tirgan o'sha tur operatori ham xuddi shu Sea Star kompaniyasi orqali bizlarni o'sha turga jo'natmoqchi edi. Shuning uchun ko'chalardan bitta ko'ringlar, shoshmang. Ertaga birinchi bo'lib mana shu Pipi oroliga soat ertalab 7 da yo'lga chiqamiz. Ertaga shu Pipi orolida ko'rishguncha sog' bo'linglar do'stlar.